Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, yaxshimisizlar? Hurmatli kuzatuvchilar, Shavkat Zulfiqorni biroz gaplari bilan biz hozir Namangan viloyati Norin tumani Puchchi degan joyga keldik. U kishini tashabbuslari bilan boshchiligida xalqimizning ko'magi bilan qurilayotgan opamizga, akamizga qurilayotgan yangi uyga biz darvoza qo'yib bermoqchimiz. Shuni razmerini olib ketamiz. Xudo xolasa 10 kun ichida darvozangizni Shavkat aka bilan birgalikda kelib o'rnatamiz. Keyin kalibratsiya video qo'yamiz. Yaxshilikka xizmat qilsa uylarimiz. Rahmat. Xalqqa rahmat. Hammalar duo qilib tursangiz bo'ldi. Duo qiling. Ochilishda kelamizda bizlar. Ha, kelamiz. Hozirgi kunda aksariyat odamlar o'zini sharoitini o'ylab, o'zini holatiga qarab ish qilayotgan vaqtda shu qiynalgan oilalarga yordam berib kelyaptilar. Shavkat aka doimo haq gapni gapiradigan, haq tomondagi inson. Bu kishini yo'llarini bersam, bizga qaysi ma'noda shu shaxsiy brend masalasida, reklamalar masalasida, shunaqa ehson, xayr ehson masalasida ham bizga ustozlik qilib kelyaptilar. U kishini ham haqlariga yordam berayotgan xalqimiz haqqiga ham duo qilib qo'yasizlar. Aka, salomat bo'lsin, Zulfiqorga ham va hamma mana shu yordam berayotgan xalqimizga rahmat aytamiz. Xudo xolasa chiroyli ko'paysin. darvoza qo'yib beramiz aka. Rahmat, salomat bo'ling. Shavkat akaning haqlariga duo qilib qo'yasizlar. Darvozachi jamoasi nomidan Xudo xolasa bitta darvoza qo'yib beramiz.